Kasb tanlash har bir inson hayotidagi eng muhim tanlovlardan biri hisoblanadi. Dunyoda mingdan ortiq kasb-hunarlar bor. Ularning hammasini jamiyatda o'z o'rni bor. Kasbga mehrini bergan insonlarni barcha sohalarda uchratish mumkin. Aslida insonni halovatda yashashi uchun ko'p narsani keragi yo'q. Tinch totuv hayoti, mehribon oilasi, o'zi qadrlaydigan, sevadigan kasbi va mehnati ortida turmush farovon bo'lsa bas. Agar kishi o'zi sevgan kasbida ishlayotgan bo'lsa, u hech qachon ertalab o'zini ishga ketyapman deb hisoblamaydi. Chunki sevgan kasb bilan shug'ullanish kishiga zavq, xursandchilik hamda ma'naviy oziqa beradi. O'zi yoqtirgan ishni qilayotgan kishi vaqt qanchalik tez o'tib ketganini sezmay qoladi. U hech qachon bajarayotgan ishidan charchamaydi. Men ham o'zim sevgan kasb soliq tizimida salkam 20 yildan beri ishlab kelyapman. Bu sohada ishlash mening zimmamga katta mas'uliyat yuklaydi. Birinchidan, soliq tizimidagi mehnat orqali mamlakat g'aznasini to'ldirishga barcha bilim va imkoniyatlarimizni sarflaymiz. G'aznadan esa mamlakat mudofaasi, sog'liqni saqlash, ilm-fan, ma'rifat, madaniyat, obodonlashtirish va boshqa ishlar uchun zarur mablag'lar ajratiladi. Vatan ravnaqi uchun xizmat qilish bizning eng oliy burchimizdir. Ikkinchidan, bu menga ota kasb hisoblanadi. Otam Abdurahmon Asomudinov ham ko'p yillar davomida soliq tizimida faoliyat yuritganlar. 1994-yil may oyidan soliq tizimiga ishga keldim. Ungacha moliyada ishlagandim. Shahar moliyasini boshlig'ining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlardim. Bu yoqqa soliqga o'tishimda Imomquliyev Posha Alich degan oliyjanob inson sabab bo'lgan. Men ikkinchi etajda o'tirardim. Mendan keyingi xonada o'sha shahar soliq boshqarmasining boshlig'i Imomquliyev Posha Alich o'tirardilar. Bir kun xonadan chiqsam, u kishi ham xonadan chiqib kelayotgan ekan. Mendan yoshlari ancha katta bo'lsa ham, meni Abdurahmon aka deb murojaat qilardilar. Shunda aytdilarki, Abdurahmon aka, soliqqa ishga o'tishni xohlaysizmi dedilar. Men aytdimki, endi soliq tizimida ishlamaganman, qiynalib qolsam kerak desam, qiynalmaysiz, o'tib ketavering. Hozir 3 ta rayonda joy bor dedilar. Akmal Ikromov rayonida, keyin Mirzo Ulug'bek rayonida va Yunusobod tumanida boshliqlikni o'rni bo'sh. Xohlasangiz birontasiga, xohlagan rayoningizga boshliqlikka tavsiya beraman deb aytdilar. Men aytdimki, uydagilar bilan bir maslahat qilib ko'raychi dedim. Mayli, maslahatlashib ertaga javobini aytasiz deb aytdilar. Keyin uyga kelib odamlar bilan maslahat qildim. Odamlar aytdilarki, endi o'zing nima qil, agarda ko'ngling mana shu ishga moyil bo'lsa, o'tgan odam qilgan ishni odam qilaveradi, o'rganib ketasan dedilar. Shundan Poshsha akaga ertasiga kelib, mayli o'tadigan bo'ldim. Qaysi rayonga deb aytdi u kishi. Mayli, o'zingiz qaysi bir rayonni lozim topsangiz, o'sha rayonga o'tiraman dedi. Kishi aytdilarki, endi siz shu Yunusobodga o'ting, kollektiv juda yaxshi deb aytdilar. Shundan men rozi bo'ldim. U kishi meni o'sha qo'mitaga u paytda Gatavulin boshlig'i edi. O'sha kishining nomiga tavsiya beraman. Oradan 2 kun, 3 kun o'tgandan keyin meni o'sha besedaga chaqirishdi.
5-6 rahbar lavozimida ishlaydigan odamlarni suhbatiga kirib chiqdim. Suhbatdan yaxshi o'tdim. Oxiri o'sha Gataulinga o'sha besedaga kirdim. U odam ham yaxshi qabul qildi. Ishlagan joylarimni ko'rib chiqib, yaxshi, yoshingiz ham ancha to'g'ri keladi deb suhbatdan o'tganligimni aytdilar. Soliq tizimiga endi ishga kirgan paytimda otam menga, qizim, kasblarning katta kichigi yoki yaxshi yomoni bo'lmaydi. Faqat inson o'z kasbini puxta egallashi va shu orqali jamiyatga foyda keltirishi kerak degan edilar. Alloma Mahmud Zamaxshariy hunarmand u kosiblar ko'pdir, biroq mohir u qobiliyatlilari ozdir. Ya'ni usta ko'p u ustasi ozdir degan ekanlar. Otam, qizim, siz kasbingizni sir asrorlarini chuqur o'rganing. Tinimsiz izlaning va eng muhimi halol bo'lib, tartib va intizom bilan ishlab, o'z kasbingizni mohir ustasi bo'ling deb nasihat qilganlar. Otam bilan bo'lgan suhbatlarim menga o'z kasbimga bo'lgan mehrimni oshirdi. Niyatlarim va maqsadlarim ko'paydi. Shu o'rinda Yusuf Xosxojibning ushbu misralari yodimga tushdi. Otang bandiga sen tugal qil amal, yurarsan bo'lib baxtiyor har mahal. Otangni, onangni sevintir tamom, bu xizmat yetgude tilakka tugal. O'sha kollektiv bilan tanishtirish uchun o'zlari Yunusobod tumani soliq inspeksiyasiga birga bordilar. U yerda yangi binoga ko'chilgan ekan. Hali juda ko'p ishlar qilinishi kerak edi. Kollektiv bilan tanishtirib, boshqa sizga muvaffaqiyat tilayman deb qaytib ketdilar. Men ishni boshladim. Birinchi ish o'sha yerda yangi bino bo'lgani uchun hali binoda qilinadigan ishlar juda ko'p edi. Eng avvalo shu koridorda joy bo'lmasdan koridorda o'tirganlarni binodan xonalar topib, o'shalarni joylashtirish vazifasini qo'ydim. Quruvchilarni chaqirib, shu 6-7 xonani srochniy tezlik bilan remont qilishlarini talab qildim. Nima yordam kerak bo'lsa, menga murojaat qilishlarini so'radim va ish boshlanib ketdi. Bir haftaning ichida o'sha 6 xonani remontdan chiqarilib, o'sha koridorda o'tirgan inspeksiya xodimlarini joylashtirdim. U binoni ichiga kirguncha bitta hovli bor edi. Binodan kesib o'tib tashqariga chiqqanda yana bir maydon bor edi. Ular asfalt qilaverib 1 metrga yaqin asfalt yotqizilgan ekan. O'sha asfaltni buldozer olib kelib qazittirdim. Bu 1 metr asfaltni qazdirib, uni yer holiga keltirish ancha murakkab ish edi. Salkam 1,5 gektar yer ochildi. Shu yerga hammasiga mevali daraxtlar o'tqiztirdim. Mevali daraxtlardan gilos, uzum, olxo'ri, shaftoli va boshqa mevalarni ektirib bog' qildirdim. Oldi tomoniga dub ektirib, gul ektirdim. Shu bilan ancha tartibga keldi. Hozir o'sha 30 yilga yaqin bo'ldi shuni bog' qilganimga. Hali ham o'sha bog'dagi mevalar saqlanib turibdi. Ko'pchilik o'sha obed paytida uzib yeyishadi. Bir xillar uyiga olib ketadi. Har holda 1,5 gektarga ancha ko'chat ekildi. 40 dan ortiq mevali ko'chatlar ekildi
va undan mo'l hosil 3-4 yildan keyin hosilga kirdi. Inson umri yashagan kunlari bilan emas, el yurtga qilgan yaxshi ishlari bilan o'lchanar ekan. Otamning o'z kasbiga bo'lgan mehri, xushmuomalaligi, samimiy insoniy fe'l-atvori soliq tizimida yuzlab shogirdlarni tayyorlashda o'ziga xos maktab bo'ldi. Bugun tizimda mehnat qilayotgan shogirdlari otamning turmush tajribalaridan, hikmatli so'zlaridan bahramand bo'lish uchun ulardan tez-tez xabar olib turishadi. 3 ta rayonda rahbar lavozimida ishladim. Birinchisi Yunusobod tumani, ikkinchisi Zangata tumani, uchinchisi Qibray tumanida Davlat soliq inspeksiyasini boshlig'i lavozimida ishladim. 3 ta rayonda ham yaxshi tartibga soldim. O'zani paytimizda hisobotlar qo'lda yozilib, o'sha holda Davlat soliq inspeksiyasiga topshirilardi. Bosh buxgalterlarni ancha sarson qilardi. Birinchidan oyna boshida hamma отчет topshiradigan paytda koridorga odam sig'may ketardi. Ochirda turashardi. Topshiraman deb. Mana hozirgi paytga kelib bu tizim ancha soddalashtirildi. Elektron hisoboti shaklida topshiriladi. Bu bosh buxgalterlar uchun juda qulaylik. O'sha paytlarda qo'l qo'ydirish juda vaqt olardi. Bosh buxgalterlar kamida 1 hafta 10 kun mana shu отчет topshirish bilan ovora bo'lishardi. Hozirgi paytda bu tizim butunlay o'zgartirildi. Bu ular uchun ancha yengillik bo'ldi. Asosiy ishga kelinsa, soliq tushumlarini bajarish bo'yicha ancha ishlar qilindi. Har bitta o'sha soliqchiga alohida reja tasdiqlab berildi. Bolalar ertadan kechgacha tushum bilan shug'ullanishdi. Natijada 1-oyda rejani ortig'i bilan bajarishga muvaffaq bo'ldik. Nafaqat umumiy tushummi, balkim soliq turlari bo'yicha ham rejalar ortig'i bilan bajarildi. O'sha kelganimdan keyin 1-oyda planni ortig'i bilan bajargan bo'lsam, keyin yana 15 yil shu tizimda ishladim. 15 yil har oyda rejadan ortig'i bilan bajarib, shaharni qo'mitani rejadan chiqishiga ko'mak berib keldi. Hayotning baland pastiga chiqqan, achchiq chuchugini tatib ko'rgan, hamisha barakali, mazmunli hayot kechirgan, tinib tinchimas, g'ayratli, shijoatli, halol, har kuni tong otgandan to oqshomgacha ishda band, o'z kasbining fidoyisi bo'lgan, senga tasalli beruvchi, qiyinchilik va mashaqqatingga sherik bo'luvchi ustozing otang bo'lsa, bu dunyo tashvishlaridan sira qo'rqmasang ham bo'laveradi. Qizimga ko'p marta aytaman, otani kasbini qilgan o'g'il, qiz bo'lsin, u ishi barakali bo'ladi deb aytib yuraman. Men ham shu soha bo'yicha kasbimning yetuk, tajribali xodimi bo'lishni, butun umrimni mening faxrim bo'lgan kasbim bilan o'tkazishni, otam hamda ustozlarim singari shogirdlarimga yillar davomida o'rganib borgan bilimlarimni o'rgatishni niyat qildim. Men otam ishlagan ulug' kasbni tanlaganimdan, davlat soliq xizmati organida o'zimning sevgan kasbimda ishlayotganimdan, xalqimizga oz bo'lsa-da nafim tegayotganidan faxrlanaman.